Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, traktor texnika ishqibozlari. Ushbu ko'rib turgan traktorlarning XT304 modelli traktorimiz bo'ladi akalar. Kimga qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib boringlar. 3 porshinli 30 ot kuchli traktorimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi va 4x4 tortadi bu traktorimiz. Rollari gidravlika bo'ladi. Orqa nasoslari tashqi silindrli bo'ladi. Mana ko'rib turishlaring mumkin. Bu traktorlarimizda tepasida naveslar qo'shib beriladi. Kabinalari yo'q, lekin naveslari bor. Va komplektida nimasi bor deganlarga, komplektida quruq o'zi bo'ladi. Komplektida agregatlari bo'lmaydi. Balonlari o'ziga yarasha katta balonlardan qo'yilgan. Yonlarida toshlar ilib qo'yilgan. Hop, torpedasida 5 ta datchiklari qo'yilgan. Skorslari zatni oldi yurishi bu skorsdan bo'lsa, tezlik skorslari narigi dastakdan bo'ladi. Oldi orqa tortadi, quyon toshbaqa tezliklari bor. Spinalari orqa oldinga siljiydi. Salarkali 3 porshin 30 ot kuchli XT304 modelli traktorimizda shunaqangi ko'rinishdagi modeli. Narxlarini ham aytib o'tib ketamiz. Narxlari 98 million so'm, kami bor, kelishtirib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu traktorimizda akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlardan qo'yilgan va oldida toshlari mavjud. Dinamlari, boshqa narsalari hamma yo'q joy-joyida qo'yilgan. Kamchiligi yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Manzilimiz Serival yo'lida joylashgan, Namangan viloyati Pop tumanida.